Assalomu alaykum. Mening ismim Haydarbek. Yoshim 25 da. Bugungi kunda milliy hunarmandchilik sohasida milliy musiqa cholg'ulari yo'nalishida o'sha hunarmandlik ishlarini olib boramiz. Sozgar, qisqa qilib aytganda, bu sohada 3-avlod usta hunarmandmiz. Bobo kasb, ota kasb. Bu ishda o'sha esimni taniganimdan beri 5-6 yoshlarim orasida ustaxonada o'sha bobom kichik ishlarni o'sha qo'limizdan keladigan o'yishmi, qanaqadir qo'l arralar bilan arralashmi yoki uskunalar bilan kovlashmi, o'shalar kosalarning ichini olib, shu 5-6 yoshlarimizdan boshlab kirib qiziqib kelganmiz. Hozirgi kunda bobomdan keyin dadam ustaxonada katta usta, biz esa o'sha bugungi kunda qo'lidan ish keladigan, ishni yurgiza oladigan, ishlab chiqara oladigan, shogirdlar tayyorlay oladigan pog'onaga yetib keldik.